Hammaga salom. 2026-yilning yana bir sarpostitini yig'amiz qizlarjonlar. Birinchisiga mana shunaqa milliy do'ppimizdan bagatsiya qilib ishlangan. Shokildalariga ham ahamiyat berishlar mumkin. Qanaqa chiroyli qilib, sifatli qilib ishlanganiga. Ikkinchisiga oppoq juliet kamzadan zakaz qilganlar. Uchinchisiga hamma hozir kelinlar sevib xarid qiladigan bug'doyli diademamizdan urfga kirgan rangidan, ya'ni to'q yashil rangidan zakaz qilganlar ko'rishinglar mumkin orqalari bilan qanaqa sifatli, chiroyli qilib ishlanganini. To'rtinchisiga qizil, nejniy bo'lsin dedilar. Biz ularga nejniygina qilib qizil abadokiyasi berdik. Agarda siz ham bu sohaga qiziqsangiz, shunaqa narsalar yasashga qiziqsangiz, ammo qanday yasashni bilmasangiz, men sizni o'z kursimga taklif qilaman. Kursimda siz noldan boshlab yasashni o'rganishingiz mumkin. 15 ta darslik bo'ladi mini kursimda. Kurs haqida ma'lumot olish uchun kommentariyga plus belgisini qoldiring. Men o'zim sizga aloqaga chiqaman.